Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta yangi proyektimiz. Bu yerda 50 kvadrat joy, bu yerda ozgina xato bo'lgan. Parket noto'g'ri qo'yilgan. Faskani tepaga qo'yib qo'yilgan. Usti o'zi o'ng tarafi bunaqa. O'shanga buni ustini ko'rayotganingizdek chetida faska bo'lib qolgan. Xo'p, endi buni biz nima qilamiz? 24 talik qum qog'ozda shilib tekis qilib beramiz, xudo xolasa. Kuzatishni davom etinglar. Natijalarimizni qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar. Xo'p, kecha ko'rsatgan obyektimiz, ya'ni parket qo'yilgan, noto'g'ri qo'yilgan joy, mana kecha eslatdim-ku, faskasi tepada bo'lib qolgan. Xo'p, buni o'rtalarini to'ldirib chiqdi shpakilovka bilan, nimagaki faska bo'lganning hisobiga mashina yurganda pol vibratsiya bo'lib, balans yo'qoladi.